Tramp va Netanyahu boshlagan Erondagi urush tushunarsiz ko'rinishda davom etmoqda. Isroil kecha yana 2 eronlik katta mulozimni o'ldirdi. Lekin Amerika va Isroil urushdan nima kutayotgani hamon tushunarsiz. Avvalo urush boshlashning o'zi xato ish. Lekin kimdir bunga jur'at qilsa ham aniq biror odamni o'ldirish uchun butun boshli urush boshlamaydi. Undan qandaydir global maqsad ko'zlangan bo'ladi. Hozir urushni muhokama qilayotganlar orasida yana bir fikr mavjud. Balki Tramp Eronga atayin hukumatga norozilik avjiga chiqqan, demokratiyaga ehtiyoj ortgan vaqtda hujum qilgandir. Balki Amerika og'izda Eron demokratik bo'lishini istashini aytib, aslida bunday bo'lishini istamas. Rolikda mana shu konspirologiya va urush atrofidagi yana ba'zi mavzularga to'xtalamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos unga like bosing. Shunda YouTube bu muhim mavzuni imkon qadar ko'proq vatandoshlarga tavsiya qiladi. Bilasizmi, Donald Trump nega fevral oxirida Eronga hujum qilganiga men ham hayron qolgandim. Chunki Amerika Eron demokratik davlat bo'lishi kerakligi, u yerdagi tuzum qulashi lozimligini aytib kelardi. Yil boshida esa Eronda tarixda kuzatilmagan darajada hukumatga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazilgandi. Namoyishlar ayovsiz bostirildi. Mustaqil surishtiruvlarga ko'ra kamida 6,5 ming eronlik halok bo'lgan. Lekin shunga qaramay, eronliklar yuzlab shaharlarda namoyishga chiqishdi. Norozilik avjiga chiqqanda butun mamlakat bo'ylab 5 milliongacha odam ko'chalarga chiqib hukumatga norozilik bildirgan. Ularning asosiy e'tirozi Eron oliy rahbari Ali Xomenayga edi. Millionlab eronliklar mamlakatdagi iqtisodiy inqiroz, milliy valyuta qadrsizlanishi, narx-navo oshib ketgani, inson huquqlari toptalishi va internet doimiy to'sib qo'yilganidan norozi bo'lib ko'chalarga chiqdi. Eronliklar qurolli zobitlarga qarshi quruq qo'l bilan, hayqiriqlar bilan kurashayotganda mamlakatda internet butkul o'chirildi. Odamlar o'likxonadan olingan videolarni bir necha chaqirim yo'l yurib dunyoga ulashdi. Va namoyishlar vaqtida eronliklar butun dunyodan yordam kutdi. Amerika yordam beramiz, biz siz bilan dedi. Tramp yordam yo'lda dedi. Va Amerika Eronni bombalashni boshladi. Namoyishda o'lgan fikrdoshining jasadini butun mamlakatdagi o'likxonalardan izlab, bir amallab topib uni dafn etib kelayotgan eronlik qarasa, uning bolasi o'qiydigan maktabga amerikaliklar bomba tashlagan. O'sha odamlarning ahvolini shunchaki tasavvur qiling. O'z huquqlarini istab, o'z jonini xatarga qo'yib, repressiya avjiga chiqqan paytda hukumatga qarshi namoyishga chiqqan eronliklar bolasi sizga yordam beraman degan davlat raketasidan maktabda halok bo'ldi. Bu shunchaki dahshat. Bu insonlar nafaqat joni jigarlarini tuproqqa qo'ydi, balki ularning umidi puchga chiqdi. Inson bir narsaga qattiq umid qilsa, ayniqsa tug'ilib o'sgan vatani taqdiri uchun qayg'urib, jonini xatarga qo'ysa, uning kelajagi yaxshi bo'lishiga umid bilan qarasa va evaziga mamlakati bombalanishini ko'rsa, bu insonning ruhiyati mag'lub bo'ladi. Bu xuddi ortdan pichoq urishga o'xshaydi. Boyagi so'zimiz avvaldagi konspirologiyaga qaytamiz. Amerika balki chindan ham Eronda hech qachon demokratiya bo'lmasligi uchun xalqning noroziligi kuchaygan vaqtda hujum qilgandir. Balki Amerika Eronda hukumat xalq qo'liga o'tishini istamas. O'zingiz o'ylab ko'ring. Urush davrida odamlarga qarshi repressiya kuchayadi. Hech kimni ayab o'tirishmaydi. Bunaqa holatda odamlar qanday hukumatni qo'lga olishi mumkin? Amerika va Isroil otayotgan raketalar eronliklarning qarshilik kayfiyatini ham o'ldirdi. Sizga do'stman deyotgan amerikaliklar bizning ustimizga raketa tashlayapti-ku, bu qanday do'stlik deb mulohaza qiladi endi hukumatga qarshi eronliklar ham. Boyagi konspirologiyaga ko'ra Amerika Eronda demokratik hukumat bo'lishini istamaydi. Chunki bunday hukumatdan sanksiyalar olib tashlanishi kerak. Demokratik davlatda resurslar to'g'ri taqsimlana boshlaydi va neftga boy Eron boyib ketadi. Puli ko'p Eron esa xavfli ekan. Aytgancha, Tramp yaqinda Eronda demokratiya bo'lishi uchun o'lib tirilmayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Eronda bundan keyin ham diniy boshqaruv bo'lishiga qarshi emas, lekin yangi rahbariyat AQSh bilan birga tanlanishi, Washingtonga qarshi bormasligi kerak ekan. Tramp Venezuelani misol keltirib, Eronda ham shunga o'xshash vaziyat takrorlanishi kerakligini aytdi. Ya'ni Trampga Eronda xuddi Venezueladagi Delsi Rodriguez kabi gapiga quloq soladigan rahbar kerak. Bu davlatda demokratiya bo'lish bo'lmasligi uni umuman qiziqtirmaydi. Namoyishlar taqdiri ham. Mayli, Tramp Amerikaning yashirin strategik manfaatlariga xos o'laroq Erondagi demokratiyaga intilishni o'ldirdi ham deylik. Lekin prezidentning vazifasi nima o'zi?
biror qorong'u xonada o'tirib olib, falon yildan keyin nima bo'lishini o'zicha hal qiladigan, oq qo'lqop, qora shlyapa kiygan 4 ta aslzoda cholning manfaati uchun xizmat qilishmi? Yoki uni saylagan oddiy mehnatkash sinfdagi saylovchining manfaati uchunmi? Amerikalik saylovchilar Eronga urush ochilishini so'ramagandim. Prezidentlarga maxfiy, oddiy odamlar xabari bo'lmagan ishlarni qilgani bilan baho berilmaydi. Ular eng avval saylovoldi kampaniyasi vaqtida odamlarga va'da qilgan ishini bajarish kerak. Umuman siyosatda faqat buyruqlar maxfiy bo'lishi mumkin, maqsadlar emas. Amerika xalqi Eronga qarshi urushni istamaganiga qaraganda, Mr. Trump ana shu maxfiy maqsadlar uchun harakat qilayotganga o'xshaydi.